Bugun men juda muhim mavzuni ko'tarmoqchiman. Siz tomoshabinlarning fikrlari, izohlardagi savollaringiz va kanal rivojiga qo'shayotgan hissangiz haqida gaplashamiz. Bu mavzu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin aslida u har birimizga tegishli. Chunki YouTube'da berilgan bitta savol, yozilgan bitta izoh, bosilgan bitta like nafaqat kanalga, balki minglab boshqa odamlarga ham foyda berishi mumkin. Shuning uchun iltimos, videoni hoziroq like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'ling va oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun izohlarga savol berish nega muhim, qanday savollar foydali bo'lishi, qaysi izohlarga javob berish osonroq, qaysi holatlarda esa odamlar noto'g'ri tushunib qolishi mumkinligi haqida juda aniq va batafsil gapirib beraman. Avvallari odamlar ma'lumot olish uchun ko'proq tanish bilishdan so'rardi, mahalla ichida maslahatlashardi. Idoralarga borib navbat kutardi yoki biror mutaxassis topishga harakat qilardi. Agar kimdadir huquqiy, moliyaviy, maishiy, texnik yoki sog'liq bilan bog'liq savol bo'lsa, u ko'pincha aniq javob topish uchun ko'p vaqt sarflardi. Masalan, bir hujjatni rasmiylashtirish kerak bo'lsa, odam avval bir tanishidan so'rardi. Keyin boshqa odam boshqa gap aytardi. Uchinchi odam esa butunlay boshqacha tushuntirardi. Natijada ko'pchilik chalg'ir, noto'g'ri yo'l tutar yoki kechikib qolardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. YouTube, Telegram, saytlar, onlayn xizmatlar orqali odamlar ancha tezroq ma'lumot olishyapti. Lekin bu yerda boshqa muammo paydo bo'ldi. Ma'lumot ko'p, lekin hammasi ham to'g'ri emas. Kimdir eski tartibni aytadi, kimdir o'zi tushunmagan narsani ishonch bilan tushuntiradi. Kimdir esa shunchaki ko'rishlar soni ko'payishi uchun vahimali gaplarni tarqatadi. Mana shunday sharoitda sizning izohlardagi savollaringiz juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki men ekspert sifatida aynan siz so'ragan savollar orqali odamlar nimani tushunmayotganini, qaysi joyda chalkashlik borligini, qaysi mavzuni yana qayta va sodda qilib tushuntirish kerakligini ko'raman. Men har bir ko'rish, har bir like va har bir izohni oddiy raqam deb qaramayman. Bular o'rtada real odamlar bor. Oilasi bor, ishi bor, muammosi bor. Vaqtini tejamoqchi bo'lgan, xato qilmaslikka harakat qilayotgan insonlar bor. Shuning uchun sizlarga minnatdorligimni alohida aytmoqchiman. Siz kanalni kuzatayotganingiz, savollar yozayotganingiz, tajribangiz bilan bo'lishayotganingiz va bir-biringizga yordam berayotganingiz uchun katta rahmat. Birinchi navbatda izoh yozish madaniyati haqida gaplashaylik. Ko'pchilik o'ylaydi, men bitta savol yozsam, buning nima foydasi bor? Aslida foydasi juda katta. Masalan, siz biror videoda agar men 2022 yilda hujjat topshirgan bo'lsam, hozir yangi tartib menga ham tegishlimi deb so'rasangiz, bu savolni yana 7 yoki 5 kishi ichida o'ylab o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin ular uyalgani, vaqt topmagani yoki savolni qanday yozishni bilmagani uchun yozmaydi. Sizning savolingizga berilgan javob esa faqat sizga emas, boshqa tomoshabinlarga ham xizmat qiladi. Ikkinchi muhim jihat. Izohda vaziyatni aniq yozish kerak. Masalan, menga yordam bering, nima qilay degan savolga javob berish juda qiyin. Chunki muammo nima? Qaysi shahar yoki tuman, qaysi yil, qaysi hujjat, qaysi bosqich, kim bilan bog'liq, hech narsa noma'lum. Lekin men 2023-yil noyabr oyida ariza topshirganman. Hozir javob kelmagan, idoraga borsam navbat kuting deyishyapti. Qo'limda ariza nusxasi va kvitansiya bor. Endi qayerga murojaat qilsam bo'ladi deb yozilsa, bu ancha aniq savol bo'ladi. Bunday savolga javob berish osonroq, foydaliroq va to'g'riroq bo'ladi. Kim xavotir olish kerak? Avvalo, muhim muddatlarni o'tkazib yuborayotganlar xavotir olishi kerak. Masalan, ariza topshirish muddati, shikoyat qilish muddati, to'lovni amalga oshirish muddati yoki hujjatni yangilash muddati bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Men ko'p ko'rganman. Odam hali vaqt bor deb yuradi. Keyin 10 kunlik muddat o'tib ketadi. So'ng endi nima qilsam bo'ladi deb so'raydi. Ba'zi holatlarda muddatni tiklash mumkin bo'ladi, ba'zi holatlarda esa juda qiyin. Shuning uchun izohlarda savol berayotganda muddatlarni albatta yozing. Qachon murojaat qildingiz, qachon javob oldingiz, qachon rad javobi keldi, qachongacha vaqt berilgan. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hali faqat umumiy ma'lumot izlayotgan bo'lsangiz, hech qanday hujjat topshirmagan bo'lsangiz, sizning vaziyatingizda shoshilinch muddat yo'q bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Masalan, kelasi oy hujjat topshirmoqchiman. Qaysi hujjatlar kerak degan savolni bemalol izohda yozishingiz mumkin. Bunday holatda men sizga umumiy yo'nalish beraman. Qaysi idoraga borish, qanday ma'lumotlarni tekshirish, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerakligini aytaman. Lekin agar ish allaqachon sudda, ijroda, tekshiruvda
yoki rasmiy jarayonda bo'lsa, unda albatta mutaxassis bilan individual maslahatlashish kerak bo'lishi mumkin. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Tomoshabin izohda yozadi: "Ustoz, men kommunal to'lov bo'yicha qarzdorlik chiqib qolganini bildim, lekin men har oy to'laganman. Nima qilay? Bu savolda hali yetarli ma'lumot yo'q." Men undan so'rardim: qaysi xizmat bo'yicha qarzdorlik, qancha summa, oxirgi to'lov sanalari, chek bormi, shaxsiy hisob raqami to'g'rimi, qarzdorlik eski egadan qolmaganmi? Agar odam yozsa, elektr energiyasi bo'yicha 1.200 ming so'm qarzdorlik chiqdi. Lekin menda oxirgi 8 oy uchun to'lov cheklari bor. Uy 2020-yilda sotib olingan. Qarzdorlik 2019 yildan deb ko'rsatyapti. Unda masala ancha ravshan bo'ladi. Bu yerda to'lovlar bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Eski qarzdorlik noto'g'ri biriktirilgan bo'lishi mumkin. Yoki shaxsiy hisobda xatolik bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Jarima keldi, to'lashim kerakmi? Bu ham juda umumiy savol. Chunki jarima nimaga kelgan? Yo'l harakati qoidasi buzilganmi? Soliq bo'yichami? Ma'muriy jarimami? Kredit kechikishimi? Agar tomoshabin menga 230 ming so'm yo'l harakati jarimasi keldi, lekin mashinani o'sha kuni akam haydagan. Jarima 15 mart kuni rasmiylashtirilgan, xabar esa 2 martda keldi deb yozsa, javobning yo'nalishi o'zgaradi. Bunday holatda haydovchini aniqlash, jarimani kim to'lashi, e'tiroz berish muddati va dalillar masalasi ko'riladi. Uchinchi misol, ishdan bo'shatishdi. Qonuniymi degan savol. Bu savolda juda ko'p ehtimol bor. Odam o'z arizasi bilan ketganmi? Qisqartirish bo'lganmi? Intizomiy jazo asosida bo'shatilganmi? Mehnat shartnomasi muddati tugaganmi? Buyruq nusxasi berilganmi? Kompensatsiya to'langanmi? Agar tomoshabin men 2 yil ishlaganman, 2024 yil 5 kuni og'zaki aytib ishdan bo'shatishdi, hech qanday buyruq bermadi, oylikning indiki kuni to'lanmagan, mehnat shartnomam bor deb yozsa, bu holatda aniqroq maslahat berish mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. Izohlardagi savollar faqat muammo hal qilish uchun emas, balki yangi videolar uchun ham juda muhim. Men kanalga video tayyorlayotganimda statistikaga qarayman. Qaysi video ko'p ko'rilgan, qaysi joyda odamlar ko'proq savol bergan, qaysi mavzuda noto'g'ri tushunchalar ko'p. Agar bitta videoning ostidan bitta izoh bo'lsa va shundan dartimtasi bir xil savol atrofida aylansa, demak bu mavzuni alohida video qilib tushuntirish kerak. Bu sizning ovozingiz bevosita kontent rejasiga ta'sir qiladi degani. Endi juda muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: izohda shaxsiy ma'lumotlarni ochib yozmaslik kerak. Pasport seriyasi va raqami, telefon raqami, karta raqami, manzil, shehir, shartnoma raqami yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni hammaga ko'rinadigan joyga yozish xavfli. Chunki izohlarni faqat men emas, boshqa odamlar ham ko'radi. Firibgarlar ham ko'rishi mumkin. Ular sizning vaziyatingizdan foydalanib, men yordam beraman deb aloqaga chiqishi, pul so'rashi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni suiiste'mol qilishi mumkin. Shuning uchun izohda vaziyatni yozing, lekin shaxsiy raqamlar va maxfiy ma'lumotlarni bermang. Ikkinchi nozik jihat: men izohda umumiy tushuntirish bera olaman, lekin har bir holat bo'yicha yakuniy rasmiy xulosa berish uchun hujjatlarni ko'rish kerak bo'ladi. Masalan, siz shartnomam bekor qilindi deb yozsangiz, men umumiy qoidalarni tushuntiraman. Lekin shartnoma matnini, imzolangan sanani, taraflarning majburiyatlarini, ogohlantirish xatini, to'lovlar tarixini ko'rmasdan turib, siz 100% haqsiz yoki siz albatta yutasiz deyish noto'g'ri bo'ladi. Chunki amaliyotda bitta kichik band butun vaziyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: izohlarda ba'zan odamlar bir-biriga javob beradi. Bu yaxshi, chunki tajriba almashish foydali. Lekin har doim ehtiyot bo'lish kerak. Kimdir o'zining 2020 yildagi tajribasini yozadi, lekin tartib 2024 yilda o'zgargan bo'lishi mumkin. Kimdir bir viloyatdagi amaliyotni aytadi, boshqa viloyatda esa jarayon boshqacha yurayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir men shunday qilganman, bo'ldi deydi, lekin uning hujjatlari siznikidan farq qilishi mumkin. Shuning uchun boshqa tomoshabinlarning tajribasini eshiting, lekin uni mutlaq qoida deb qabul qilmang. To'rtinchi nozik jihat: hissiyot bilan yozilgan izohlar tushunarli, lekin yechim uchun faktlar kerak. Men odamlarning asabiylashishini yaxshi tushunaman. Kimdir nohaqlikka uchragan bo'lishi mumkin, kimdir idorada yugurib charchagan bo'lishi mumkin, kimdir pul yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin izohda faqat hammasi yolg'on. Hech kim ishlamaydi. Menga adolatsizlik qilishdi.
deb yozilsa bu dardni bildiradi, lekin yechimga olib bormaydi. Agar shunday holatda ham faktlarni qo'shsangiz, masalan, 3 marta murojaat qildim. Birinchi murojaat 12 aprel, ikkinchisi 20 aprel. Javob yo'q, ariza raqami bor. Unda ancha foydali muhokama bo'ladi. 5-nozik jihat. Savol berayotganda maqsadni aniq aytish kerak. Siz nimani xohlaysiz? Qarorni bekor qildirmoqchimisiz? To'langan pulni qaytarmoqchimisiz? Jarimani kamaytirmoqchimisiz? Hujjatni tezlashtirmoqchimisiz? Qarz mavjud emasligini isbotlamoqchimisiz? Agar maqsad aniq bo'lmasa, maslahat ham umumiy bo'lib qoladi. Masalan, bank bilan muammo bor degan gap boshqa. Bankdan kredit kechikishi bo'yicha 5 million so'm pensiya chiqdi. Men asosiy qarzni to'laganman. Pensiya hisob-kitobini tekshirtirmoqchiman degan gap boshqa. 6-nozik jihat, ba'zi savollarga ochiq izohda javob berish to'g'ri emas. Masalan, sud jarayoni davom etayotgan bo'lsa, qarshi taraf ham izohlarni ko'rishi mumkin. Agar siz strategiyangizni ochiq yozib qo'ysangiz, bu sizga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda men odatda umumiy yo'nalishni aytaman, hujjatlar bilan shaxsiy tartibda mutaxassisga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Bu qo'rqitish emas, ehtiyotkorlik. 7-nozik jihat. Tez javob bering degan holat. Men izohlardagi savollarni imkon qadar ko'rib chiqishga harakat qilaman, lekin har bir savolga bir zumda javob berish har doim ham mumkin emas. Sababi izohlar soni ko'p bo'ladi. Ayrim savollar hujjat talab qiladi. Ayrimlari bo'yicha aniqlik kiritish kerak. Shuning uchun agar masala shoshilinch bo'lsa, masalan, ertaga muddat tugasa, faqat izohga tayanib qolmang. Rasmiy idoraga boring, yozma murojaat qiling yoki bevosita mutaxassis bilan bog'laning. Endi eng foydali qismiga o'tamiz. Izohda savolni qanday yozish kerak va muammo bo'lsa, amalda nima qilish kerak? Birinchi qadam. Vaziyatni 5 til 7 gapda aniq bayon qiling. Juda uzun roman yozish shart emas, lekin juda qisqa ham bo'lmasin. Masalan, men Toshkent viloyatida yashayman. 2004 yil fevral oyida ariza topshirdim. 30 kun ichida javob berilishi kerak edi. Lekin hozirgacha javob yo'q. Qo'limda ariza qabul qilinganligi haqida belgi bor. 2 marta telefon qildim, aniq javob berishmadi. Endi yozma shikoyat qilishim kerakmi yoki qayta ariza beraymi? Mana bu yaxshi savol. Ikkinchi qadam. Sanalarni yozing. Har qanday jarayonda sana juda muhim. Ariza qachon topshirildi? Javob qachon keldi? Qaror qachon chiqarildi? Siz qachon xabar topdingiz? To'lov qachon amalga oshirildi? Sanalar bo'lmasa, muddatlarni aniqlash qiyin. Masalan, yaqinda degan so'z aniq emas. 3 oy oldin ham ba'zan aniq emas. Eng yaxshi usul kun, oy, yil bilan yozish. 3-qadam. Qo'lingizda bor hujjatlarni sanab o'ting, lekin maxfiy raqamlarni yozmang. Masalan, menda shartnoma, to'lov cheki, ariza nusxasi, rad javobi va SMS xabar bor. Bu yetarli. Lekin pasport raqami, karta raqami yoki shaxsiy kodni yozmang. 4-qadam, qaysi natijani xohlayotganingizni ayting. Men pulimni qaytarib olmoqchiman. Men jarimani bekor qildirmoqchiman. Men arzam ko'rib chiqilishini xohlayman. Men qarzdorlik noto'g'ri ekanini isbotlamoqchiman. Maqsad aniq bo'lsa, yo'l ham aniqroq bo'ladi. Agar rasmiy murojaat kerak bo'lsa, yozma shaklni tanlang. Og'zaki gaplashuv ba'zan yordam beradi, lekin dalil bo'lib qolmaydi. Idoraga borsangiz, arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana. Kirim raqami yoki mas'ul xodim belgisi qo'yilishini so'raysiz. Agar onlayn murojaat qilsangiz, ariza yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlab qo'ying. Agar pochta orqali yuborsangiz, kvitansiya va ro'yxatni saqlang. 6-qadam. Hujjatlarni tartibga soling. Telefoningizda alohida papka oching. Ariza, javob, to'lov, shartnoma, skrinshotlar deb nomlang. Har bir faylni sana bilan saqlang. Masalan, 2024-06-12 ariza, 2024-06-20 javob. 2024-06-25 to'lov cheki. Bu oddiy tuyuladi, lekin keyin juda katta yordam beradi. Ko'p odamlar hujjatni topa olmay, o'z haqligini isbotlashda qiynaladi. 7-qadam, izoh yozishdan oldin videoni oxirigacha ko'ring. Ko'p savollarga javob videoning o'zida bo'ladi. Ba'zan odam birinchi 2 daqiqani ko'rib, darrov savol yozadi, lekin javob videoning o'rtasida yoki oxirida aytilgan bo'ladi. Agar videoni to'liq ko'rib ham savol qolsa, unda izoh ancha aniq va foydali bo'ladi. 8-qadam, boshqa odamlarning izohlarini ham o'qing. Ehtimol sizning savolingizga o'xshash savol allaqachon berilgan va javobi yozilgan bo'lishi mumkin. Bu sizning vaqtingizni ham, mening vaqtimni ham tejaydi. Lekin yana takror aytaman, boshqa odamning holati siznikiga o'xshasa ham to'liq bir xil bo'lmasligi mumkin.
9-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar izohingizdan keyin kimdir sizga men kanal adminiman, men mutaxassisman, tez hal qilib beraman, oldindan pul yuboring deb yozsa, darhol ishonmang. Rasmiy aloqa kanallari bo'lmasa, shaxsiy ma'lumot va pul bermang. Ayniqsa karta raqami, SMS kod, bank ilovasi kodi, pasport nusxasi kabi ma'lumotlarni hech kimga yubormang. Haqiqiy mutaxassis ham sizdan SMS kod so'ramaydi. 10-qadam hurmatli ohangda yozing. Men tanqidga qarshi emasman. Aksincha, asosli tanqid kanal sifatini oshiradi. Agar biror joyda xato ko'rsangiz, mana bu joyda bunday deyilgan, lekin amalda boshqacha bo'lyapti. Iltimos tushuntirib bering deb yozing. Bu juda foydali. Lekin haqorat kamsitish, boshqa tomoshabinlarni masxara qilish muhitni buzadi. Bu kanalning maqsadi odamlarni urishtirish emas, muammolarni tushunarli tilda hal qilishga yordam berish. Men sizlardan yana bir narsani so'rayman. O'z tajribangizni yozing. Masalan, siz biror idorada hujjat topshirgan bo'lsangiz, qancha kunda javob olganingizni, qaysi hujjat so'ralganini, qanday xatolarga duch kelganingizni yozing. Bu boshqa odamlarga juda foydali bo'ladi. Lekin tajriba yozayotganda ham menda shunday bo'ldi, sizda boshqacha bo'lishi mumkin degan ehtiyotkorlikni unutmang. Men bu kanal atrofida shakllanayotgan auditoriyani juda qadrlayman. Chunki sizlar faqat tomosha qilib ketayotgan odamlar emassiz. Sizlar savol berasiz, xatolarni ko'rsatasiz, yangi mavzular taklif qilasiz, bir-biringizga yo'l yo'riq ko'rsatasiz. Bu esa oddiy kanalni foydali bilim maydoniga aylantiradi. Ba'zan men izohlarda shunday holatlarni ko'raman. Bir tomoshabin savol beradi, ikkinchi tomoshabin o'z tajribasini yozadi. Uchinchi tomoshabin unga qaysi hujjat kerak bo'lganini aytadi. Men buni juda ijobiy holat deb bilaman. Chunki ma'lumot almashinuvi bo'lsa, odamlar kamroq xato qiladi. Masalan, bir kishi hujjat topshirishga borishdan oldin izohlardan bilib oladi. Pasport nusxasi, ariza to'lov cheki va eski hujjat kerak ekan. U oldindan tayyorlanadi va bir kunda ishini bitiradi. Aks holda u 3 marta borib kelishi, yo'l haqi sarflashi, ishidan ruxsat olish kerak bo'lardi. Like va obuna ham juda muhim. Buni men shunchaki odatiy YouTube gapi sifatida aytmayapman. YouTube algoritmi videoni odamlarga ko'rsatishda tomoshabinlar faolligiga qaraydi. Agar siz like bossangiz, izoh yozsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, platforma bu videoni foydali deb hisoblaydi va boshqa odamlarga ham tavsiya qiladi. Natijada kerakli ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi. Demak, sizning bitta like'ingiz kimningdir muammosini vaqtida hal qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz hozir izoh yozmoqchi bo'lsangiz, mana shu tartibdan foydalaning. Avval qaysi mavzu bo'yicha savol ekanini yozing. Keyin qachon va qayerda bo'lganini yozing. Keyin qo'lingizda qanday hujjatlar borligini yozing. Keyin siz nimani xohlayotganingizni ayting. Oxirida aniq savol bering. Masalan, mavzu ish haqi. Men 2024-yil may oyida ishdan bo'shaganman. Oxirgi oyligimning 1.200.000 so'mi to'lanmadi. Mehnat shartnomam va ishdan bo'shatish buyrug'i nusxasi bor. Ish beruvchi keyinroq beramiz deyapti. Men yozma talabnoma yuborishim kerakmi yoki mehnat inspeksiyasiga murojaat qilaymi? Mana shunday savolga javob berish ancha oson. Yoki mavzu qarzdorlik. Uyimizga 2.500.000 so'm eski qarz chiqdi. Uy 2022 yilda sotib olingan. Oldi sotdi shartnomasi bor. Qarzdorlik 2020 yildan deb ko'rsatilgan. Men bu qarzni to'lashim kerakmi yoki avvalgiga tegishlimi? Bu ham aniq savol. Yoki mavzu jarima. 2024 yil 10 iyunda jarima haqida SMS keldi. Jarima summasi 6.000 so'm. Men bu holat bo'lmagan deb hisoblayman. Chunki o'sha kuni mashina ustaxonada edi. Ustaxonadan chek bor. E'tiroz berish uchun qayerga murojaat qilaman? Bunday savolda vaziyat sana, dalil va maqsad bor. Bugun men sizlarga oddiy ko'ringan, lekin juda muhim masalani tushuntirdim. Tomoshabinlarning izohlari, savollari, like'lari va obunalari kanal hayotida ham, boshqa odamlarning muammosini hal qilishda ham katta rol o'ynaydi. Men sizlarga chin dildan rahmat aytaman. Siz yozgan har bir savol men uchun signal. Odamlar nimani bilmoqchi, qayerda muammo bor, qaysi mavzuni yana sodda qilib tushuntirish kerak. Endi sizdan iltimosim. Ushbu video ostida o'z fikringizni yozing. Sizni qaysi mavzular qiziqtiradi? Qaysi savolingizga javob topa olmayapsiz? Qaysi holatda amaliy misollar kerak? Izohda aniq yozing. Men esa keyingi videolarda eng ko'p berilgan va eng muhim savollarni albatta ko'rib chiqaman. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Shunda yangi foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz.
Sizning faolligingiz kanalni kuchaytiradi. Kanal kuchaysa, foydali ma'lumot yanada ko'proq odamlarga yetib boradi.